Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi eng mashhur mavzu, ya'ni to be mavzusini ko'rib chiqamiz. To be ni tarjimasi bo'lmoq degan ma'noni bildiradi, lekin har doim ham gaplarimizda to be bo'lmoq bo'lib kelmaydi. Va sizda savol bo'lishi mumkin, unda biz to be ni qaysi paytda eshitamiz? To be ni biz state, holat, ya'ni harakat bo'lmagan paytlarda eshitamiz. Va bu holatga 5 narsa kiradi. Ot, sifat, joy, vaqt va ob-havo. Birinchisi noun, ya'ni ot. Misol uchun, men o'qituvchiman. Men kimman? O'qituvchi. Bu yerda meni kimligim, ya'ni holatim gapirilyapti, harakat yo'q. Ikkinchisi sifat. U qiz chiroyli. U qiz qanday? Chiroyli. Va bu yerda u qiz qandaylik gapirilyapti, bu sifat, harakat yo'q. Va uchinchisi, mening ota-onam hozir qishloqda. Mening ota-onam qayerda? Qishloqda. Mening ota-onamning joyi aytilyapti, harakat yo'q. To'rtinchisi, vaqt. Hozir soat 7. Va beshinchisi, ob-havo. Hozir tashqari issiq. Bu ikkala gapimizda ham harakat yo'q. Va bu gaplarni hozirgi zamonda ham, o'tgan zamonda ham ishlatsa bo'ladi. Misol uchun, men hozir o'qituvchiman, 5 yil oldin men talaba edim. Va bu gaplarni tushunish uchun bizga to be ni formasi kerak bo'ladi. Va to be ni formasi subject, to be, state, ya'ni tepada aytib o'tilgan 5 ta holat. Va bizda to be subject va zamonga qarab o'zgaradi. Presentda, ya'ni hozirgi zamonda I ga am, he, she, it ga is, we, you, they ga are olinadi. Va bundan tashqari birlik, ya'ni misol uchun mening do'stim hozir kasal. Mening do'stim bitta bo'lgani uchun unga is va samimiy degan otlarda, ya'ni pul juda muhim. Pul samimiy degan bo'lgani uchun is va ko'plik otlarda bolalar hozir o'yin maydonida. Bolalar ko'plik bo'lgani uchun unga are olinadi. O'tgan zamonga keladigan bo'lsak, I ga was, he, she, it ga ham was, you, we, they ga were. Va bundan tashqari egamiz birlik bo'lsa was, samimiy bo'lsa ham was va ko'plik bo'lsa were olinadi. Agar bu mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada bu formadan foydalanib o'zingizni gapingizni yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.